Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekman. Hayotim va ijodim xalqimning taqdiri, uning tarixi va ma'naviy izlanishlari bilan uzviy bog'liq. Men 1905-yilda Toshkentda tug'ildim. Bolaligim murakkab, sinovli yillarga to'g'ri keldi. Ammo aynan shu davr meni so'zga, ilmga va tafakkurga yetakladi. Men ilm izladim. Sharq va g'arb adabiyotini o'rgandim. So'z qudratini faqat tuyg'uda emas, tarix va tafakkur bilan uyg'unlikda ko'rdim. Adabiyotga she'r bilan keldim. Vaqt o'tib, nasr menga kengroq imkon berdi. Men xalq hayotini, uning kechmishi va orzularini asarlarda aks ettirishga intildim. Qutlug' qon xalq taqdiri haqidagi do'stonim bo'ldi. Navoiy buyuk siymoga bo'lgan ehtiromim, millat tarixiga qarshi mas'uliyatim edi. Tarixni yozar ekanman, bugunni va kelajakni o'yladim. Men ijodda rostlikni ustun qo'ydim. Adabiyot faqat badiiy tasvir emas, u xalqni anglash, milliy ongni uyg'otish vositasi ekanini his qildim. Men faqat yozuvchi bo'lib qolmadim, ilm, fan va madaniyat sohasida xizmat qildim. Mas'uliyatli vazifalarda ishladim, lekin qalamdan uzoqlashmadim. Bugun ortga qarab aytaman, agar mening asarlarim xalqim tarixini anglashga, ma'naviy o'zlikni his etishga xizmat qilgan bo'lsa, demak, umrim behuda o'tmagan. Men Oybekman. So'z orqali tarixni, tafakkur orqali xalq ruhini ifodalashga intilgan ijodkor. Qalamim xalq bilan birga yashadi va xalq bilan birga qolishni istadim.